Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun oldin qitimqi uyqu to'g'risidagi leksiyaga ulab, uyqungiz normalmi degan temada leksiya so'zlamoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglashinglarni umid qilaman. Men oldingi qitimqi leksiyada shu uyqu to'g'risida qisqa bir tushuncha berib o'tgan. Endi bu odam kuniga qancha soat uxlasa normal bo'ladi yoki odam kuniga qancha soat uxlashga ehtiyojli deganda insonlarningki uxlash vaqti farqli bo'lib, uxlash vaqtining uzun qisqaligi yoshning cho'ng'ishiga ergishib o'xshash bo'lmaydi. Yeni tug'ilgan bovaqlar odatda kuniga 16 soatdan 18 soatgacha uxlashga ehtiyojli bo'ladi. Maktab yoshiga to'shmagan kichik bolalar bo'lsa kuniga 11 soatdan 12 soat uxlashga ehtiyojli. Maktab yoshidagi bolalar, ya'ni 6-7 yoshdan keyin kuniga 10 soat uxlashga ehtiyojli. Balog'atga yetgan bolalar, ya'ni 17-18 dan oshgan vaqtida kuniga 7-8 soat uxlashga ehtiyojli. Yashanganlarmi 7-8 soat uxlashga ehtiyojli. Afsus, yoshning cho'ng'ishiga ergishib uxlayolmaydigan ahvollar ko'rilganligi uchun ko'pincha yashanganlar kuniga 4-5 soat uxlaydigan ahvol mavjud. Bundaq deganlik, ular shunchalik uxlasa yetarlik bo'ladi deganlik emas. Ularmi 7-8 soat uxlashga ehtiyojli, faqatla shular yuzlanayotgan amaliy sharoit tufaylidan ular unchalik ko'p uxlayolmasligi mumkin. Endi uyquninki yetarlik bo'lish bo'lmasligida muhim bo'lgan omil yolg'iz uxlashga sarf qilgan vaqtla bo'lib qolmasdan, eng muhimi uyquning sufati, ya'ni uyquning qiyinligidir. Bu nuqtani aytgan vaqtida agarda biz yolg'iz uxlash vaqtini bak ta'kidlab, uyquninki sufatini unutib qolsaqmi yana bo'lmaydi. Uyquning sufati yuqori bo'lgan vaqtida kuniga balkim 5-6 soat uxlashmi butunlay yetarli bo'lishi mumkin. Agarda uxlash sufati yaxshi bo'lmagan vaqtida kuniga odam 10 soat uxlasimi yana uyquga qolmaydigan ahvol mavjud. Uyquning yetarligligiga baho berganda shunga yolg'iz uxlagan vaqtga qarash to'g'ri emas, ham yetarlik emas, cho'qim uyquninki supatinimi alohida e'tiborga olish kerak. Uyqu benormalligi degan vaqtida tövəndəki bir neçə nuqtalarni ko'zda tutsak bo'ladi. Birisi yetarlik uxlamaslik. Ya'ni uxlayolmaslik emas, yetarlik uxlamaslik. Ikkinchisi uxlayolmaslik. Uxlashga ehtiyoji bor, uxlag'isi bor, lekin uxlayolmaslik. Uchinchisi uyqu sufati töven bo'lish, ya'ni nachar bo'lish. Uxlashga vaqt sarf qilgan vaqtmi yetarlik, uxlag'isi bor, lekin kechida ko'p uyg'onib ketadigan, uyquninki sufati nachar bo'ladigan yoki uyquga qiynab olmaydigan ahvol. To'rtinchisi bu uxlayolmaslikning aksi bo'lib, bu ko'p uxlash. Bu to'rt xil ahvolni biz odatda uyqudagi ko'p uchraydigan benormallik deb qaraymiz. Odam yetarlik uxlayolmagan vaqtida yoki uyqu sufati töven bo'lgan vaqtida qandaq yomon oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida birinchisi ertasi uyquga qolmaydigan his qilishi mumkin. Ikkinchisi atdiganda ro'y kayfiyati töven bo'lishi mumkin. Uchinchisi besh og'rishi mumkin. To'rtinchisi butun kun harg'inlik his qilishi mumkin. Beshinchisi kunduzligi mugdab qilishi mumkin. Oltinchisi o'rganish va xizmat unumi töven bo'lishi mumkin. Bularning hammasi shu yetarlik uxlamagan vaqtida yoki uyquning sufati töven bo'lgan vaqtida ko'rilgan qisqa mezgillik ahvol. Agar shu uxlayolmaslik yoki yetarlik uxlamaslik
uzun mezgil davom qilgan vaqtida odamda qandaq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida birinchidan esida saqlash iqtidori tovanlab ketishi mumkin. İkinchidan ro'y kayfiyati tuvan bo'lish yoki turoqsiz bo'lish, oson tushkunlashish, oson ochiqlanish degidek nurg'un ro'y kayfiyatdagi o'zgarishlarni paydo qilishi mumkin. Uchinchisi to'g'ri hukm chiqarish, to'g'ri qaror berish va tafakkur qilish iqtidori tuvanlab ketishi mumkin. Ya'ni bu men dastlabki leksiyarimda degandagidek uyqu yolg'iz bir aram elish jarayoni bo'lmasdan bizningki kunduzliki o'rgangan bilimlarni mingimiz qaytadan ratlab chiqadigan bu esimizda, xotirimizda saqlashga yordam beradigan bir jarayon bo'lganligi uchun agar uyqu yaxshi bo'lmagan vaqtida yoki uyqu yetarli bo'lmagan vaqtida bu bizningki mingimizningki har xil iqtidorlarda belgilik to'salg'iga uchrashi va shuning natijasida ba'zi yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi, shu uxlash yetarli bo'lmagan vaqtida yoki uxlashningki sifati yaxshi bo'lmagan vaqtida eng muhimi badanning immunitet kuchi tuvanlab ketishi mumkin. Beshinchisi, ba'zi tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida uyqusi normal bo'lmagan insonlar oson samirib qilishi ehtimoli bor. Oltinchisi, diabet kasallik giribtor bo'lish ehtimolligi yuqorlash. Yettinchisi, yurak meni qon tomir kasaliga giribtor bo'lish xatiri yuqorlash. Sakkizinchisi, yuqori qon besimi kasaliga giribtor bo'lish xatiri yuqorlash. To'qqizinchisi, o'pka qizil qon tomiri besimi yuqori bo'lish xatirini oshirish. 10-si üst bitilayotgan bolalarning üst bitilishiga ta'sir ko'rsatish. 11-si anandan keyin shu uyquga qolmaslik yoki kunduzlik mugdab qilish sababidan oson qatnash vaqasi paydo bo'lishiga sabab bo'lish. Bu shu uyqu kamchiligininki yoki uyquning sifatining tuvan bo'lishininki uzun muddatdan keyin keltirib chiqarilgan yomon oqibatlari. Uyquga ta'sir ko'rsatadigan omillar. Birinchi, uxlashdan burun qiyniq choy va qahva ichish. İkincisi, ba'zi dorilarning aks ta'siri. Ya'ni biz doktorlar bizga dori bergan vaqtida u doktor dorininki tushuntirilishida qandaq aks ta'siri borligi yozig'liq. Agar biz alayda uxlayolmaydigan ahvol bo'lsa, biz doktorga dori yozib berishdan burun bu ahvolni desak, doktor balkim bizga amal bor, shu uxlayolmaslikni keltirib chiqaradigan aks ta'siri yo'q dorilarni berishi mumkin. Üçüncüsü, tamak çekiş ve ro'yi zo'qlandırg'ich qo'llanish. Bularning uyqumizning sifatini tuvalib tutishga belgilik ta'siri bor. Ana to'rtinchisi, aroq va yoki boshqa spirtlik ichimliklarni ichish. Ba'zilar balkim deyishi mumkin, aroq ichgan vaqtida odam azam uxlab qoldi-ku deyishi mumkin. Albatta, ba'zilarga balkim shunda uxlab qilishni keltirib chiqarishi mumkin. Lekin yarim kechida bo'lgan vaqtida aroq ichgan odamda alayda bosh og'rig'i paydo qilganligi uchun aroqninki shu uyquning sifatiga alayda ta'sir bor deb qaraldi. 5-si, kechki tomoqni ko'p yeyish. Bumi kechida uxlayolmaslikni paydo qiladigan bir omil. 6-si, uxlashdan burun ko'p usuzlik ichish. Adam uxlashdan burun ko'p usuzlik ichgan vaqtida kechida o'birniga chiqishga majbur bo'lganligi uchun uyqudan oson uyg'onib ketadigan ish bor. Shunga uyqu bir nechaga bo'linib ketganligi uchun uyquninki sifati alayda ta'sirga uchraydi. 7-si, uxlashdan burun ko'p chiniqish, ig'ir harakat qilish. Bu uyquga alayda ta'sir yetkazdi. Ya'ni biz harakat qilgan vaqtda, chiniqimizga vaqtida muskullarimiz bir jiddiy holatni paydo qilganligi uchun uxlagan vaqtida u bo'shash uzunga so'zlab ketib, uxlayolmaydigan ahvollar kelib chiqadi. Hamda yuqorqi burunqi leksiyarimda so'zlagandek, uyquning o'zida muskullar bo'shab bir xil palaj holatga kelgan vaqtida bizning uyqumiz eng qiyiq bo'ldi. Shunga agar uxlashdan burun bak chiniqib olsakmi, kechidagi uyqumizga ta'sir yetkazadi. 8-si, ro'y kayfiyat va ro'y bisim.
hayajonlanish, tushkunlashish, qayg'urish, qo'rqish, andish qilish, jiddiylashish, ko'p o'ylash degandek bularning nurg'unlagan shu ro'y omillarning hammasi bizningki uyqumizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omillar hisoblanadi. 9-si uxlash muhiti, ya'ni uxlaydigan o'rinning rohatlik ahvoli, jimjitligi, yo'riqligi, pokizligi, temperaturasi va havosi degan omillarmi bizningki uyqumizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omillar. 10-si xizmat ehtiyojidan uxlash vaqti davomli o'zgarib turish, ya'ni ostin ustin bo'lish va kechilik xizmatda qilish yoki bo'lmasa kecha bilan kunduzi almashib qilish. Bularning hammasi bizningki uyqumizni qalaymaqonlashtirib, uyqumizga ta'sir yetkazadigan omillar. 11-si uxlash odati, uxlash badan holati. Ya'ni ba'zi insonlarningki uxlash badan holati biroz muqim bo'lib, agar badan holati o'zgarsa yoki uxlaydigan karvatidan ayrilib qolsa, uxlayolmaydigan ahvollar mavjud. 12-si kunduzlik ko'p uxlash. Ya'ni ba'zi insonlar alayda jiddiy xizmati bo'lmaganligi uchun kunduzligi ko'p uxlaganligi uchun uxlash vaqti qalaymaqon bo'lib ketib, kechalik uxlayolmaydigan ahvollar mavjud. 13-si badandagi ruhiy va jismoniy kasalliklar. Hamda nurg'un kasalliklar, bular badanda og'riq paydo qiladigan kasalliklarniki bizningki uxlashimizga ta'sir ko'rsatadiganligi hammamizga ma'lum. Bir qism kasalliklar shu uyqu bilan bevosita munosabatli bo'lganligi uchun biz inson bu kasalliklarga giribtor bo'lgan vaqtida balkim undaq odam yaxshi uxlayolmasligi mumkin. Albatta, ro'yjat kasalmi buningki bir qismi hisoblanadi. Uyqu benormalligi bilan munosabatli kasalliklar. Birinchisi uxlayolmaslik kasali. Bu uxlayolmaslik kasali deganda bu yuqorida men deb o'tgan sabablar tufaylidan uyqusi kelmaslik emas, ya'ni u xil ahvol bo'lmasdan shu bir xil kasallik altini ko'zda tutadigan bo'lib, buni inglizchada insomnia deb ataymiz. Bu kasal insonlarning bu kasal giribtor bo'lishining sabablari uncha aniq emas. Bu kasal giribtor bo'lgan insonlar ko'pinchisi ninki uyqusi alayda kam bo'ladi. Oson uxlayolmaydi. Garchi uxlagan vaqti shuncha oz bo'lsa-mu, biroq kunduzligi mugdab qoldigan ish olmaydi. Hatto alayda harg'inlik his qilmaydi. Masalan, bundaq insonlar garchi naytda oz uxlagan bo'lsa-mu, uyqusi keladigan ish bo'lmaydi. Shunga bu odatda normaldagi ma'lum sabablar tufaylidan uxlayolmaslikqa, ya'ni atisi deganda bir xil harg'inlik his qiladigan, mugdab qoladigan ahvol bilan tubdan farqli bir ahvol bo'lib, buni biz uxlayolmaslik kasali yoki insomnia deb ataymiz. Ikkinchisi uxlayotganda nafsi to'xtab qilish kasali. Bu shu ko'pinchisi bo'yni qisqa, semiz odamlarda ko'p uchraydigan bir xil kasallik bo'lib, bu odam uxlayotgan vaqtida pushtimtut nafsi to'xtab qilib, badanga oksigen yetishmaslik sababidan o'g'inib ketadi. Bundaq odamniki bir soatda bir necha qitim nafs to'xtab qoldigan, bir kechada 10-20 qitim o'g'inib uxlaydigan ahvol mavjud. Bundaq odamlar qancha uzun uxlasimi, atisi yana uyqusi qolmagandek, mugdab qolgandek his qiladi. Andan keyin uxlayotgan vaqtida nafs to'xtab qilish, oksigen yetishmaslik sababidan menga butun kechada bir xil g'idiqlanish ahvolida, ya'ni oksigen yetishmaslik ahvolida turganligi uchun u odamningki esida saqlash, xotirlash qobiliyatlari hammasi tövellab ketadi. Bu odamlarda ko'pincha ahvolda ig'ir darajada xo'rak tortish mavjud. Buni inglizchada sleep apnea deb ataydigan bo'lib, bu odatda ost xarakterli kasal ko'pincha odamlarda 40 yoshdan keyin boshlansa, toki o'lib ketguncha bu kasal davomlashadi. Qisman ahvolda kichik bolalardami, andan keyin yosh
yoshlardimi bo'ldi, lekin ko'pincha ahvolda 40 yoshdan keyingi bo'labek bo'yni qisqa, bo'yi paka, semiz odamlarda ko'p uchraydi. Albatta, o'riq odamlardami yo'q emas. Üçüncüsü köp uxlash kesili. Bu kasalga giribdor bo'lgan ko'pincha insonlar vaqt sharoitida tanlamay ko'pincha ahvolda mugdablar turdi. Bu insonlarning uxlash vaqti ko'pinchisi kunduzligi bir aniq ifodalanadi. Albatta bu insonlar kechadagi uxlashi mumkin. Bu kasalni odatda inglizchada narkolepsi deb ataydigan bo'lib, buni biz Uyg'urchada köp uxlash kesili deb oldik. To'rtinchisi uxlayotganda pachiqi midirlash kesili. Bumu bir xil binormallik kasal bo'lib, buni inglizcha restless leg syndrome deb ataydi. Bu iliqi pachiqidagi muskullar to'xtamay harakat qilib turganligi uchun bu kasal giribdor bo'lgan insonlarning uyqusiga alayda ta'siri ko'rsatadi. Beshinchisi badanning biologiyalik sayhitidan masala chiqqan sababdan kech kunduz olmishib qoladigan bir xil kasallik. Buningga men muvofiq inglizcha gap topolmaganligim uchun shu uzun jumlalar bilan tushuntirishga majbur bo'ldim. Buni inglizchada circadian rhythm disorder deb ataymiz. Buni uxlayolmaslikni keltirib chiqaradigan ig'ir bir kasallikning birisi. Oltinchisi uxlayotib yo'l minish kesili. Ya'ni buni kechida sayohat qilish kesili yoki sleepwalking, inglizchada sleepwalking deymiz. Bu inson uxlayotganda o'zi tuymagan holatda karvatdan tushib atroflarga minib ketadigan bir xil kasallik. Bu kasallikka giribdor bo'lgan odam o'zining yo'l yurganligini, nega borganligini bilmaganligi uchun u uyqu holati bo'lganligi uchun bu ba'zida xatarlik ahvolga duch kelishi mumkin. Anandan keyin uyqudagi holatda garchi minib uxlayotgan bo'lsa-mu, biroq uningki muskullarda mundaq bo'shish ahvoli bo'lmaganligi uchun uyquninki sifat jihatda bak qiyniq bo'lmaydi. Bumi uyquda ko'riladigan uyqu bilan munosabatlik binormallik yoki kasalliklarningki birisi hisoblanadi. Hamda uyqu binormalligini bir taraf qilish deganga kelsak, hamda birinchisida oldi bilan uyqu qochiradigan omillardan yiroq turish kerak. Ya'ni uyquga ta'sir yetkazadigan men yuqorida deb o'tgan omillardan imkon bor o'zimizni qochirishimiz kerak. Ikkinchisi, uxlash oldida kayfiyatimizni yaxshilash, ya'ni qo'rqinchli kinolarni ko'rmaslik, hikoyalarni anglamaslik, ko'ngilni beorom qiladigan ishlardan amal va o'ylamaslik kerak. Bu ro'y jihatdagi uxlashga ta'sir qiladigan omillardan o'zimizni tortish orqali biz uyqumizni yaxshilay olamiz. Üçüncüsü, agar uyquga ta'sir ko'rsatadigan kasalliklar bo'lish ehtimoli bo'lsa, masalan kechada nafs to'xtab qoladigan yoki boshqa kasalliklar bo'lsa, eng yaxshisi doktorga ko'rinib, tekshirish ilib berib, shu munosabatli kasallarni saqaytish kerak. To'rtinchisi, zarur bo'lgan vaqtida uxlashga yordam beradigan ba'zi dorilarni qo'llanishga bo'ladi, biroq amal bor, tinchlantiradigan, ya'ni odamni tinchlantiradigan, miyani tinchlantiradigan u dorilarni qo'llanishdan saqlanish kerak, chunki bu dorilarniki uzun muddatda ishlatgan vaqtida alayda aks ta'siri bor. Shunga men normalda amal bo'lmasa bu dorini ishlatishni, alayda ahvol bo'lmasa bu dorini ishlatishni men tashabbus qilmayman. Ko'pinchisi shu ro'y kayfiyatimizni tangshash, o'zimizni shu uxlashga chiniqtirish orqali yaxshi uxlag'ili bo'ldi deb qarayman. Ayrim ahvollarda ma'lum kasalliklar sababidan kelib chiqqan vaqtida biz cho'qim doktorga berib, shu uxlayolmaslikni keltirib chiqqan kasalni tekshirib aniqlab, shuningga munosabatlik davolashlarni ilib berishimiz kerak. Lekin normalda uyqu dorisiga tayinib qilishdan, ya'ni bulabmak tishlantirish dorisiga tayinib qilishdan saqlanishimiz kerak. Oldingi leksiyarimda shu uyquga yordam beradigan badandagi muhim bir moddaningki melatonin ekanligini tilga olgan. Agarda ba'zi qarindoshlar shu badandagi melatoninning kamib ketish sababidan uxlayolmaslik mumkin deb qaralsa, bu melatoninni belgilik
vaqt iste'mol qilib baqsa bo'ladi, chunki bu bir tabiiy dori bo'lganligi uchun miyani tinchlantiradigan, miyani tinchlantirish xarakterdagi uyqu dorilardan ko'p yaxshi. Lekin shundaqdimi uzun muddat ishlatgan vaqtida badan shu doriga tayinib qoladigan ahvollar mavjud. Shunga men u dorilarni bak uzun ishlatishni tashabbus qilmayman. Bugungi leksiyarimni men mishada to'xtatmoqchi. Hammanglarninki diqqat qilib anglag'aninglarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.